shaharimizda seminarlar o'tkazilyapti. Shu seminarlarga kelib, nimalarni o'rganmoqchisiz? Aynan shu 25-maktabdagi seminarda. Nima o'rganish maqsadingiz? Hozirgi kunda shahar bo'ylab amaliy seminarlar tashkil etilgan. Hammasini zamirida har bir yo'nalish bo'yicha tajriba almashish. Men o'ylayman, rahbarlarda ham tajriba almashish, fan o'qituvchilarida ham bir-birlarini o'sha o'rganilgan metodlarini yosh avlodga chiroyli qilib dars berishlikda nima deydi? Har bir insonni, yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadimiz shu. Hozirgi o'tkazilayotgan hamma seminarlarimiz, ayniqsa psixologlar misolida aytadigan bo'lsak, psixologlarga yanada kuch, yanada shijoat bag'ishlayapti. Sababi o'zini ustida qo'shimcha ishlayapti. Hamma seminarlarga alohida o'sha mavzularga oid alohida tayyorgarliklar ko'rilyapti. Bu narsa biza har doim o'zimiz ustimizda ishlab, qo'shimcha tajriba orttirishimizga, o'zaro tajriba almashishimizga ham yordam qilyapti. Seminarlarda albatta natijasi maktab psixologlarini, ayniqsa pedagoglarini o'zini faoliyatida ham foydali albatta. Raqamli ta'limni joriy etish va boshqarish. Zamonaviy texnologiyalar kirib kelmasa, biz rivojlanmaymiz deb ko'p qaytarishyapti. Axborot texnologiyalari, raqamli texnologiyalar eng katta o'ringa chiqib qoldi. Mana oddiy misol, YouTube. Nimanidir o'rganamiz desak, eng zo'r maktab. Instagram ko'ngilochar, ijtimoiy, lekin buni ham ta'limga yo'naltirish mumkin. ChatGPTdan oladigan bo'lsak, ChatGPT o'zida bor narsani beryapti, lekin uni to'g'riligiga hech kim kafolat bera olmaydi. Har bitta o'quvchini o'z farzandimizdek, har bitta yangi kelgan o'quvchini o'z qizimizdek qabul qilaylik. AKT vositasidan foydalanish to'liq bilmasligida, o'qituvchilarning o'zi raqamli texnologiyadan foydalanishni to'liq bilmasligi. Biz shunaqa qilishimiz kerak endi. O'qituvchilarimiz ijtimoiy tarmoqda ham faoliyatini yuritish kerak. O'zini fani yuzasidan biron bir narsa qilsin. O'qituvchilarimiz ham masalan ijtimoiy tarmoq qo'yadigan bo'lsa, 1-sinf, 2-sinfda ham Instagram bor. Bizga 100 ta odam ko'radimi, masalan 10 ta, 20 tami, bu o'zimizga foyda. Huk mana. Oddiy. Hukdan foydalanib, o'qituvchi bitta 30 sekund yoki 1 daqiqalik video qo'ysa, mayli uni bir dona bola ko'rsin, bir dona. Hatto polni dars o'tsin emas, 30 sekund davomida deylik matematika o'qituvchisi bo'lsa, bitta misolni ishlashni oson yo'lini ko'rsatib berayotganini o'zi syomka qilsin. Keyin o'shani Instagramga joylashtirsin. Bitta bola bo'lsa ham, ko'rsa ham bizga foyda. Bitta bola o'shani o'rganadi. Gorizontal olinadi, ili vertikal ham. Hozir ko'pchilik o'ylaydi, Instagramni yuritish uchun bu videoni olib, montaj qilib, rosa narsalar qilib keyin qo'yish kerak deb. Yo'q, unaqa emas. Qiziq narsa bo'ladigan bo'lsa, ketaveradi. Video qo'yishimizga u videoni prosmotri sразу 600 mingta bo'lib ketdi. 698 ming, kuniga 30 mingta prosmotr yig'yapti. Bu ham live video bo'lib ketgan, hech qanaqa montaj qilinmagan. Orasiga endi video tiqilgan buni. O'rtoqlar siz ko'ryapsizlar. Birovlarga bo'lsa siz ish ko'ring. Live video ketgan, hech qanaqa montaj ketmagan albatta. Unda 31900 ta jo'natilishlar soni bo'lgan. Podpischik masalan 400 500 ta kelgan bo'lsa, shu videoning o'zidan 2,5 mingta podpischik keldi. Boshlanishlar ham ketyapti. Birovlar shu siz nech pul deb ketdim. Bu odamni ushlab qoladi-da bu. Odamni qiziqtiryapti. Hozir ko'ramiz domla bilan. Ko'ramiz montaj qilib. Hozir mana sizlar mana o'zingizlar kelishib turib bitta mavzu tanlanglarda, ssenariy o'ylab topinglar. Mana keng joy syomka qilish uchun. Kerak bo'lsa syomkani hozir o'zi qilib beradi. Rol o'ynab beringlar. Bir kishi chiqib turib, qaysi bitta mavzuda olinglarda shuni.